Assalomu alaykum. Bugun biz 14-shaklni chizamiz. 14-shakl. O'ng tarafga, yana shakl. Sol tarafga. Bunga ham qaraydigan bo'lsa, bunga o'xshash sol taraf, o'ng taraf hech qanaqa o'lcham berilmagan, ya'ni bu o'rtadagi bu chiziq bilan mirror qilingan shakl. Va buni diqqat qilgan bo'lsak, bu ham tuz emasa, ya'ni qarab, masalan, front bilan qalam, ya'ni ki bundaq va buni tikratda sizsizlar, bu xato bo'ldi. Chunki bu tikrat chizilmagan. Bu azroq ichiga qiyshaygan bir chiziq. Tamam. Endi başlasak. Qalam uzunluğu dik. Hozir taqriban mushalatda bir chizib olsak bo'ldi. Mana metr qulaylik 20. Ya'ni bunun 20 ya. 10 5 Tamam. Kim bu? 7 bu 5. Keyin bu yerda qilsak, bu yerda 135 gradus var. Metr tanlab turib, bu yerdan bu yerga. Metr bu yerdan 10 gradusi 135. Tamam. Keyin bu 11. Tamam, bu full bo'ldi. Keyin bu bir chamber var. Chamber metr. Chamber o'zi 4 milimlik. Keyin past bilan bo'lgan oralig'i 6 metr. 6. Sol taraf bilan bo'lgan oralig'i 5. Tamam. Buni mirror qilsak bo'ldi. Mirror qilish uchun buni hammasini chizib tanlasak bo'ldi. Keyin o'rtasini tanlab mirror qilamiz. Endi ish qilaran qoldi desak, chunki biz o'ttirdiki bu chiziq uzuk chiziq emas, butun chiziq qoldi. Uzukni besib turib mana endi o'xshash bo'ldi. Demak, bizningki 14-shaklimiz full definition bo'ldi. Buni saqlayib, inshaalloh 15-shaklni qilamiz.